O'zbekiston Prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning O'zbekiston madaniyati va san'ati forumi jamg'armasi, ya'ni Fond forum tomonidan mamlakat bo'ylab xayriya to'ylari o'tkaziladi. Bu haqda 4-mart kuni Toshkentda bo'lib o'tgan to'ylar mavsumi 2012 deb nomlangan ko'rgazmada ma'lum qilindi. Fond forumning ushbu loyihasiga ko'ra, to'ylar bolalar uyi tarbiyalanuvchilari va ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlari uchun xayriya aksiyasi tarzida o'tkaziladi. O'tgan yilning dekabr oyida ham Fond forum Andijonda 5 nafar bolalar uyi tarbiyalanuvchilari, Jizzax viloyatida 5 nafar kam ta'minlangan oilalar farzandlarining sunnat to'yini o'tkazib bergandi. Fond forumning o'zini tanishtirmagan xodimasiga ko'ra, bu yilgi loyihada mamlakatning barcha hududlari qamrab olingan bo'lib, kam ta'minlangan oilalarning farzandlari uchun jami 1000 ta nikoh to'yi va 1000 ta sunnat to'yi xayriya tarzida o'tkaziladi. O'zi mana o'tgan yil ham o'tkazilgan, Andijon bilan Jizzaxda o'tkazildi. Endi bu yildan mana qamrovi kengayapti. Qancha viloyatda bo'ladi jam? Hamma viloyatlarda bo'ladi. 2-3 tadan tuman qamrab olinadi. Nikoh to'ylarda 1000 nafar kelinga Gulnora Karimovaning Guli brendi asosida tikilgan 1000 ta nikoh ko'ylagi hadya qilinib, to'y xarajatlarini ham Fond forum o'z zimmasiga oladi. Mana masalan, bolaga o'tgan yil mana Jizzax bilan Andijonda qilindi-da. Ularga velosiped berildi bittadan bolachalarga. Keyin har xil o'yinchoqlar berildi. Mягкие игрушкаlar berildi, открыткаlar berildi. Kelin-kuyovlarga televizor, mana xo'jalik anaqalariga, mana mikrovolnovый pech, shunga o'xshagan narsalarda. Fond forum rasmiy saytida yozilishicha, to'y sohiblarining har biriga Gulnora Karimovaning tilaklari yozilgan tabriknomalar ham topshiriladi. Loyihaga ko'ra, ilk xayriya nikoh va sunnat to'ylari 25-26 mart kunlari Navoiy, 27-28 martda esa Qashqadaryo viloyatlarida o'tkazilishi rejalashtirilgan. O'tgan yili jizzaxlik 35 yoshli Abdumannon Usmonov ham Gulnora Karimovaning xayriyasi hisobiga uylangandi. Restoranda 500 kishilik mehmon ishtirokida o'tgan to'y marosimida taniqli estrada xonandalari Oybek va Nigora qo'shiq kuyladilar. Tengdoshlarim allaqachon oila qurib, farzandli bo'lishganini o'ylab, ularga havasim kelardi. Xudoga shukr, mana men ham bugun oilali bo'ldim. Tashkilotchilarga rahmat, deya minnatdorchilik bildiradi Abdumannon Usmonov. Shveysariyadagi eng badavlat kishilar ro'yxatidan o'rin olgan Gulnora Karimova ushbu loyihaga qancha mablag' sarflayotgani haqida hech bir joyda yozilmagan. Ayrim manbalarga ko'ra, bu xayriya tadbirlari uchun mahalliy tadbirkorlarning saxovatpeshaligidan ham foydalaniladi. Gulnora Karimovaning rasmiy saytida xabar qilinishicha, Karimova xonim mehribonlik uylari uchun tez-tez xayriya tadbirlari uyushtirishni odatga aylantirgan. Bolalar mehnati muammosi bilan shug'ullanadigan O'zbekiston-Germaniya forumi tashkiloti rahbari Umida Niyozova bolalar uchun xayriya tadbirlari o'tkazishni xush ko'radigan Gulnora Karimovaning e'tiboridan mamlakatda o'quvchilarning majburiy mehnatga jalb qilinishi muammosi chetda qolayotganini qayd etadi. Bunaqa populistik qadamlar bu o'sha odamni imidjini yaxshilanish uchun qilinadi. Men o'ylashimcha, Gulnora Karimova shu ishlarni o'zini juda yomon bo'lgan imidjini to'g'rilash uchun qiladi. O'sha 1000 ta oila minnatdor bo'ladi. Lekin agar biz uni qilgan ishlarini hisobotga olsak, bunaqa podachkalar albatta xalq uchun hech qanaqa jiddiy rol o'ynamaydi. Gulnora Karimova agar o'zini mavqesi bilan foydalanib, O'zbekistondagi mavjud massiv bolalar mehnatini to'xtatishga qanaqadir qadamlar qilsa, juda ham jiddiy ko'rsatkich bo'lardi. Albatta shuni qila olmaydi, chunki har yili million bolalarni ishlatishdan juda ko'p pul tushadi. Bu pul o'sha 1000 ta oilaga to'y qilib berish pul bilan hech ham solishtirib bo'lmaydigan pullar. O'shanga eng osoni bunaqa bir tomondan 1 so'm berib, ikkinchi tomondan shu millionlash juda oson. O'tgan yilning 15-sentyabr kuni Gulnora Karimovaning Nyu-Yorkdagi Guli brendi liboslar namoyishi AQSh matbuotining tanqidiy maqolalari va o'zbek muxolifatining norozilik namoyishlari ortidan bekor qilingandi. O'zbek muxolifati O'zbekistonda bolalar mehnatidan foydalanayotgani uchun Karimovaning liboslar namoyishiga qarshi chiqqandi.